Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari tarafidan BDT oldida o'tkaziladigan zo'r namoyish haqida chaqiriq. Yevropaning har qaysi ellarda yashayotgan Sharqiy Turkistonlik aziz qarindoshlar, hammanglarga ma'lum bo'lganidek, BDT kishilik huquq oliy komissari Majalli Pochilit xonimning 5-oyda Sharqiy Turkistonga qiladigan ziyorati navbatda ham BDTning hem xalqarалық kişilik huquq tashkilotlarining, yana shundaqla chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining eng asosliq kun tartiblarining biriga aylandi. Chunki bu BDT qurilgan 74 yildan buyon va Sharqiy Turkiston Xitoy kommunistlari tarafidan ishg'ol qilingan 73 yildan buyon tunji qitim BDTning Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida vadinimiz Sharqiy Turkistonda bevosita tekshirish elib berish bo'lib hisoblanadi. Gerçi BDT kishilik huquq oliy kengashi 2021 yili 8-oyda Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladini hozirlab chiqqan bo'lsa-mu, afsuski Xitoyning turli besimlari va to'sqinliklari tufaylidan mazkur doklad toki hozirgacha kechiktirilib e'lon qilinmadi. Hozirga qadar Dünya Uyg'ur qurultiyi qatorliq ko'plagan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari BDT kishilik huquq oliy komissari Majalli Pochilit xonimning ishxonasiga maktub yo'llab va ochiq xat e'lon qilib, uningdan BDTning Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini 5-oyda elib boradigan Sharqiy Turkiston ziyoratidan burun e'lon qilish va ziyoratni boshlashdan burun Uyg'ur vakillari bilan, bo'libmi lager shahidlari bilan ko'rishib, ularning fikr talablarini anglab yiqishni talab qilgan bo'lsa-mu, afsuski Majalli Pochilit xonim bu xil yo'lliq talablarning hammasiga sukut qilib turib olish pozitsiyasida bo'lib keldi. Undan ilgirimi ko'plagan kishilik huquq tashkilotlari Majalli Pochilit xonimdan BDTning Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladini 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inidan burun e'lon qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, ammo Majalli Pochilit xonim Xitoyning besimlariga bo'yin egib, kishilik huquq tashkilotlarining bu haqdagi talablariga sukut qilib olib javob bermagan edi. Shuning uchun BDT kishilik huquq oliy komissari Majalli Pochilit xonimdan Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladni Xitoy va Sharqiy Turkistonni ziyorat qilishdan burun e'lon qilishni talab qilish, ziyoratdan burun Uyg'ur vakillari bilan bo'libmi lager shahidlari bilan uchrashish elib berish, shundaqla Sharqiy Turkistondagi ziyorati mezgilida Xitoy oldin yasab chiqqan soxta manzirlarga aldanmaslikka chaqirish maqsadida 5-oyning 13-kuni Juma Janvadagi BDT binosi oldida zo'r ko'lamlik birlashma namoyish o'tkazildi. Bu qitimqi birlashma namoyishga Yevropada yashayotgan Uyg'urlardan boshqa yana Tibetliklar, Janubiy Mo'g'ulistonliklar, Hong Kongliklar, Turklar va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining keng doirada qatnashishi qo'lga keltirildi. Muhaciratdagi Sharqiy Turkiston milliy harakati tarixida o'chmas iz qoldirgan bu qitimqi keng ko'lamlik namoyishimizni butun Yevropadagi Uyg'ur jamoatining qizg'in qo'llab quvvatlashini, vatansizliklarda yurak bag'ri qon bo'lgan el suyar qarindoshlarimizning bahona sabab ko'rsatmasdan bu faoliyatga aktiv qatnashishini jiddiy talab qilamiz. Vatan millatning dardiga tilimizdagi shuar yoki qalbimizga his hayajonlar darmon bo'lolmaydi. Amaliy harakatimiz bilan BDT oldida millatning irodasini, xalqimizning orzu-armonlarini shundoq bir hayajonliq jakalaylikki, minglarcha oy yulduzliq ko'k bayroq, jarangliq shuar sadolarimiz BDT binolarini larziga solsin. Biz Yevropa tuproqlaridagi barliq ayol qarindoshlarimizni o'zi turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkiloti rahbarlari va yoki Dunyo Uyg'ur qurultiyi markazi bilan bevosita aloqalashib 5-oyning 10-kunidan burun tizimga oldirishlarini va bir kunlik safar hozirligida bo'lishlarini talab qilamiz.
Agar imkoniyati yor bersa, Yevropaning sirtidagi ellarda yashayotgan qarindoshlarimizni Janvadagi BDT binosi oldida o'tkaziladigan namoyishimizga qatnashishni qizg'in alqishlaymiz. Uyg'ur millati hayot mamatlik bozug'isida jon talashayotgan bu xalqlik minutlarda vatan uchun Xitoyga qarshi to'langan har bir zarra badalning qimmati bebahodir. Qarindoshlarımızın milli, dini, insani burcunu ado qilish yo'lida bu kurash uchun bir o'lish hassi qitishiga oldiraydiganligiga ishonchimiz komil. 13 may Janvadagi BDT binosi oldidagi maydonda namoyishda ko'rishaylik. Namoyishning vaqti 2022 yili 5 oyning 10 kuni juma. Janva vaqti atigan soat 9'da. Janvadagi BDT binasının oldidagi maydonda toplanamiz. Saat 10'larda maydondan taxminan 2-3 kilometr yurish qilib BDT kishilik huquq oliy komissarining ishxonasi oldiga yetib kelamiz va namoyishimiz u yerda Janva vaqti soat 13 ga qadar davom qiladi. Hurmat va ehtirom bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur Akademiyasi, Yevropa Sharqiy Turkiston Ma'arif Jamiyati, Shvetsariya Uyg'ur Jamiyati, Belgiya Uyg'ur Jamiyati, Yevropa Sharqiy Turkiston Birligi, Germaniya Uyg'ur Madaniyat va Ma'arif Birligi, Fransiya Uyg'ur Jamiyati, Norvegiya Uyg'ur Jamiyati, Norvegiya Uyg'ur Komiteti, Shvetsiya Uyg'ur Birligi, Finlandiya Sharqiy Turkiston Jamiyati, Angliya Uyg'ur Jamiyati, Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondi, Avstriya Uyg'ur Jamiyati, Uyg'ur madaniyat va tashviqot markazi.